bize buruz namu Xudo tamom do'stlar bilan Uluspolli Shirin Takobdan o'zimda otim Ahmadilloda Shirin Takobdan bo'lamiz Qariya Balishdan. Buruz namu Xudo bir xush ro'zlarga bahor oyiga bizlar tapraga chiqibmiz. Buruzlar namu Xudo yilda bu javonlar tapraga chiqadi. Soliga bahorga 3 sapa, 4 sapa, 2 sapa mardum archi nima bo'lganicha. Mardum namu Xudo ko'p bir ittifoq, ittihod mardum ko'p bir yaxshi namu Xudo vazi. Namu Xudo bahor ham yaxshi kelgan. Bu yil noumid kunanda emas, inshaalloh ko'p bir yaxshi. Namu Xudo ko'p bir oromlik, charog'alar ham yaxshi, nimalar ham yaxshi, bug'doylar ham yaxshi. Mardumga ko'p bir rozi kunanda namu Xudo. Biza Uluspolli nimaga berdi, maydoni girti kattaroqdi, nimasi kattaroqdi. O'sha uchun shoxta pazolari ko'p bir yaxshi joyda o'sha uchun shox. Endi sizlarga bir tozaligi ham bor-da, birga shu Shirin Takobni dashlariga ham borgan bo'lsanglar, shu bilan sabab. Bu bizlarga eng degan xohlagan maynalgan biz baxlagan maynalgan biz endi joy durlarda ham ko'rmoqqa degan yaxshi joylar ko'rmoq degan ko'p bir yaxshi. Bir-biriga hammasi bilan hamohang zotdir, hammasi bir-biriga xabar berib, zot berib, nima qilib ittifoq itoat bo'lib, hammasi bir-biri bilan hamkorlik bo'lib, nomi Xudo kam 100 nafardan ko'p bo'lsa, bu kam emas. Nomi Xudo hammalari shu ittifoq bo'lib bir-biri bilan hamohang qilib tapriya chiqibdi. Yilda 3 sapa, 4 sapa ashna yilda chiqadi. Güllaringa turib ko'rmay zoringman, doim seni shaydo beqaroringman. Güllaringa turib ko'rmay zoringman, doim seni shaydo beqaroringman. Bilmaysan oxir man seni yoringman, shaldirdaydi baldog'laring bo'yningga. Bilmaysan oxir man seni yoringman, shaldirdaydi baldog'laring bo'yningga. Inshaalloh bu Shirin Takobni bachalaridir. Qarancha mantiqa bir qariya bodi balish deydilar. Qarachani bachalaridir, javonlaridir. Bo'rga kiyamiz tapiriga desangiz mana javonlar nomi Xudo baraq to'b o'ynamatdi, baraq mana desangiz mana qayil go'l turibdi. Baxay mana qozonni ham inshaalloh osib qo'yib berdik. Baxay nasib bo'lsa inshaalloh omada bo'lsa bachalar mana inshaalloh baxay nasib bo'lsa mana inshaalloh o'shaqsay mehmonlar ham bor ekan. Sizlar ham ko'zingizga kelib sizlar mehmonsizlarda. Ko'p yaxshi ro'zlarda, yaxshi nima ro'zlarda, oromli edi. Ko'p nima ro'zdi. Boshqa xalaslar. Xo'p, mana bu bahor qanday, tabiat qanday bir buni borasiz ayting. Xudo yaxshi, ko'p yaxshi. Yaxshi ro'zlar, yaxshi havodir. Ob-havo ham yaxshidir. Ko'kolamlar nomi Xudo ko'p yaxshidir. Mardum ko'p bir yaxshi intifoqdi. Javonlar ko'p intifoqdi bo'ldi. Yana xususan shahar Qarachani bachalari ko'p intifoqdi bular. Ko'p yaxshi nimalik bor bularda. Har yerga kelsam intifoq bo'lib, oyna ko'ring bo'lib ketamiz javonlar. Bu hamisha shunday chiqasizlarmi chakarga yoki har yilga 3 tapa, 4 tapa ketamiz. Bu oq boshqotlarga ketamiz, baqi Sarqat mantiqi, Jalayir deydi, u mantiqaga ketamiz. Sonra Mulakarim raisni, Qarachani raisni intiqob qildi, shoqdi. Biz shoqqa bir keldik tapirga inshaalloh. Bir bachalar bir nimalikka keldi, Soateriga, tapirga. Ko'p bir ro'zlarimizga iftixor qilamiz. Ko'p yaxshi ro'zdi. Ko'p yaxshi nima ro'zladi. Sog' bo'llar, mopo bo'llar, har kimda nima. Xo'p, mana bu degdi borasigan bir narsa ayting. Nima pishiryapsiz buni ayting ya. Inshaalloh buni biza deymiz, dupyoza deymiz. Dosh shakl nima qilamiz? Nima qilamiz? Buni inshaalloh buni baxayr pishirdi, baxayr bachalar bilan o'sha qilamiz. Bu mayda molda go'shtmi, katta molda? Mayda molda ikkita o'g'loqchadi. Ikkita o'g'loqchani go'shtini olib tasaysiz buni, inshaalloh buni pishirib baxayr bachalar bilan inshaalloh o'sha qilamiz. Bu dupyozaga mayda molda go'sht yaxshi bo'ladimi? O'sha uchun mayda molda go'shtiga shirimtal biladi. Nimasi ko'p yaxshi nima bo'ladi. Bu katta moldan ko'ra mayda mol ko'p yaxshi bo'ladi. Qara salon sochlarga taylaylik. Taga to'tan jindilla, taga. Ha, ana.
Good.